so'mdan ukam. 300 so'm? Aka, grubiroq gapim bor-da. Xo'sh. 300 so'm deganingizda yoshligingizda kimdir sizni bitta urib cho'zib qo'yganmi? Yo'q, urib cho'zilgan lekin bor-ku. Cho'zilganmi? Urib cho'zilgan. Bu cho'zilib qolmasangiz bo'ldi. Davlat harakatdamiz ukajon. Aka. Harakatdan. Necha pul olasiz? Necha pul berasan? O'zing ham gapir ukam. Yo'q, realniroq sal bunday yuzga qarab gaplashsangiz yaxshi bo'ladi. Hop, necha pul berasan ukajonim? $80 beraman. Necha 80? $80. O'zimi? O'zi. Boya 150 bera qol. Boya telefonlashganimizda unaqa gap bo'lmadi. Qanaqa gap bo'ldi ukam? $80 dedingiz. Men 280 degandirman ukajonim. Gapingizdan sakrab tashlamang. Yo'q, men sakrataman ukam, sakramayman. Hop, chiroyli gaplashavering yoki. Bu chiroyli gaplashgani ukam sen bilan. Bo'ladigan necha pul 100 bo'ladimi? Necha yuz? $100. 200 ber ukam. Yo'q, unaqa gaplashmang. Qanaqa gaplash kerak ukam? Gul berib gaplash kerak, pul berib gaplash kerak. Qanaqa gaplash kerak? Muomalada chiroyliroq siz yaxshi bo'ladi. Qanaqa gaplash kerak? 120 beraman. 150 ber ukam, muomalang uchun bor. O'zimga o'xshagan bir derskiy bola ekan ham bor. Ber. Derskiymisiz? Sal shunaqa derskiy deyishar bor. Ismingiz nima aka? Jasur ismi. Jasur? Ha, Jasur derskiylar o'zi biz bo'lamiz ukajon. Aziz, tanishganimdan xursandman. Zaimni ukajonim, Zaimni. 130 bo'ladimi? 150 ber o'tdi ukam. Ha, 5 oling. 140 berdim. Maydalashmayman sizga o'xshab. Oldim, ketdim. O'zingga o'xshagan yirik bola 45 qilib ukam. Yo'q, $45 talashmang. Bo'ldi. Baraka, sanat. Xudo xohlasa, shunga shuna ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib o'qitamiz. Lekin yaxshi bola ekan, bor. Bo'ldi bo'lsa bemalol mana shu bola bilan bo'ldi. muloqotga Aka, siz ham keldingiz-ku. Normal ukajon. Xudo xohlasa, aka, variantga ham qilib beraveramiz sizga. Bo'ldi ukam.